Otabek Hasanov Liderlar kitobini o'qidingizmi? O'qimagan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya etamiz. Ushbu nashrda juda ko'p yangi g'oyalar, hayotga teran nazar bilan qarash, g'oliblikka intilish, saodat va komillik uchun dadil qadam tashlash, jasurlik va mardlik kabi insoniy fazilatlarni o'zida shakllantirish, vatan rivojiga, uning iqtisodini yuksaltirishga astoydil kirishish, aql, zakovatni, ilmni har qanday ishdan ustun qo'yish kabi holatlar mujassam bo'lgan. Unutmang, lider degani avvalo o'z ustida ishlaydigan va o'zgalarga yordam qo'lini cho'zadigan inson. Liderlar kitobi 8 ta bo'limdan iborat. Hamma o'qishi shart. 7 savolga 7 javob. Suhbatlar, otam o'gitlari, kun hikmatlaridan eng saralari, ibratli hikoyalar, buyuk insonlar hayotidan. Sizda qanday savol bor? Liderlar kitobi yetakchilikni mansab bilan emas, insoniy fazilatlar bilan o'lchaydigan, yoshlarni kuchli shaxs bo'lishga chorlaydigan tarbiyaviy va motivatsion asar. O'qing, biz sizga tavsiya etamiz.